Tomoqni nima bilan chayish kerak? Albatta buni mutaxassisga ko'rganda o'sha tashxisiga qarab turib mutaxassis taklif qiladi sizga chayishni. Ya'ni agarda bu yerda yiringli protez bo'ladigan bo'lsa, bunda ko'proq yaxshi foydasi bo'ladi gipertonik rastvorlar. Ya'ni ko'pincha aytiladi, masalan, fizrasvorga tuz qo'shib turib, yod qo'shib, agarda yodga allergiya bo'lmasa, o'sha bilan chayish. Keyin hozirda chiqqan forosol o'zi paketchada bo'ladi. Bitta paketini bitta stakan qaynagan suvga solib turib, aralashtirib chayiladi. Bu o'sha yiringni, tomoqda yiringni protez, ya'ni xalq aytadi, yiringni anginalarda ishlatiladi. Yana oddiy, masalan, zamburug'li kasalliklar yoki stomatit bo'ladigan bo'lsa, bunda oddiy uy sharoitida chayni soda juda ham yaxshi foydasi bo'ladi. Ya'ni bitta stakan qaynagan suvga bitta chayni ложка chayni soda solib turib, o'sha bilan g'arg'ara qilinsa, buning ham foydasi juda ham yaxshi bo'ladi. Keyin virusli infeksiyalar bo'ladigan bo'lsa, masalan, gerpetический anginalar bo'ladigan bo'lsa, bunda oddiy o'sha chayni soda ham yaxshi yoki romashka damlamasi bilan chayilsa ham yoki shalfiy damlamasi bilan chayilsa ham foydasi yaxshi bo'ladi. Albatta bunda mutaxassis hal qiladi. Ko'rana har xil narsa bilan chayib tashlash kerak emas. Mutaxassisga murojaat qilinsa, o'zi sizga o'sha diagnozga qarab turib sizga taklif qilinadi. Shu bilan tuzalib ketasiz.